bilan xohlaydi dalbayob. Men o'zimga o'xshagan normallar shu, o'zimga o'xshagan balla yaxshi ko'rsin mayli, bo'ldi. Qorni katta, tishi yo'q, bo'yi kalta. Shunaqa balla yaxshi ko'raman. Nima qilibdi? Hech narsa qilmaydi. Chiroyli bo'ladi ham o'sha qo'taq, puli borda ham shu qo'taq, puli yo'qda ham shu qo'taq. O'shanda ham o'sha ham bir xil yotqizadi. Puli bor ham bir xil yotqizadi, puli yo'q ham bir xil yotib berasan. Hech boshqacha berib qolmaysan, yo bir boshqacha o'myalab ketmaydi, yo bir nima qilib o'zgartirib qo'ymaydi seni. Chiroyli bo'lsa, bir xil. Mehribon bo'lsin, bo'ldi. Qo'y menga. Men shunaqa chiroyli qizmanmi? Yo'q. Shunaqa oppoqmanmi? Yo'q. Hech qachon. Qaramaysiz. Manani biyingnikiga bir tiqaymi? Yo, endi cho'milib hamma qiz ham o'ziga qarab, cho'milib, qoshlarini ozgina bo'lsa ham bo'yab, yuziga gittak maskala qilib, svej bo'lib turadi-da. Hozir bizga soat ertalabki 7 bo'ldi. Men kechadan beri uxlaganim yo'q. Qo'taq. 12 dan beri gaplashib o'tiribman. Dori ichyapman, tishim og'riyapti, bir nimalar bo'lyapti. Men ham bilaman, polni bo'yani, beton bo'yani makiyaj qilib o'tirishdi. Menga naxi kerak. Betimni charchatib, o'zimni charchatib. Birinchidan bo'yanishni bilmayman. Ikkinchidan qo'limdan kelgancha sal qilaman. U ham majburligimdan. Otangga onangni bepardoz ko'rsatma degan naqlga rioya qilganim uchun. Bo'lmasam po'xoy yuraman men. Ikkita betim qo'tir bosib. Chunki trakka o'zimga qarashga vaqt bo'lmaydi. Uyga kirgan paytim sal qoshlarni bo'yab, kiprik qo'yib, ozgina endi o'zimga qarab yuraman. No, lekin trakka vobshe unaqa na qosh bo'ya olasan, na ko'z, na kiprik, na tirnoq, na bir faqat cho'milaman, tamom. Qoshimni terdirishga vaqtim bo'lmaydi, chunki men 1 oy, 1,5 oyga bir marta uyimga kiraman, u ham 3 kun. Trakka chiqsam nargi dunyoga tushgan deb pul ishlayman, tamom. Tursuk almashtirish trakda. Trakka mana hozir men trakka chiqishimdan oldin arzonroq joydan 10 ta tursuk olaman. Masalan, o'zimga yoqayotgan kayfiyatimga qaragan tursukdan bir 10 ta olaman, bir 30 tala tursuk olaman. Bir 15 ta 20 ta bizgaldir olaman. Kiyaman, yaxshirog'ini yuvaman, olib qo'yaman, yomoni bo'lsa otaman. Naskini ham, ichki kiyimni ham polni otib ketaveraman. Kiyim-kechak yangisini olaveraman, otib ketaveraman. Chunki yuvganimdan ko'ra sotib olganim yaxshi. Uni yuvasan, o'tirasan, quritasan, boyagi tursukni yuvib vaqt yo'q. Sen trakka ovqat yeb olsang ham katta gap. Ovqat, mana ovqatlanib olasan-ku, ovqat qilib yeb olsang ham katta gap. Sen kir yeb olsan, naski yeb olsan, tursuk yeb olsan, qo'taqqa kerakmi? Nejnevkani olasan, tursukni olasan, pachka otib ketaverasan. Yaxshiroq kiyimim bo'lsa-da olib qo'yaman, yuvaman. Shuning uchun bir chamadon kiyim olib ketaman, shtobi almashtirib kiyib, yuvatganim otib ketaman. Chunki vaqtim yo'q meni. Bega kiyim, arzon kiyimlar mana shuncha onasini yemsin. Pesmiri narxga beradi, diskount bo'lib yotibdi. Da, kiyimlar zo'r. Magazin Amerika shunaqaki diskount. Mana masalan hozir mana shu $3000 palto ko'rdik, to'g'rimi? Shuni o'shan diskount keladi, o'sha $700 ga borib olasan, yo bo'lmasa $800 ga borib olasan.
U kuni men $50 bizgaldir ko'rdim, to'g'rimi? Mana diskount ketdi, 15 dollarmi? $12. Yana ustiga bitta tursuk ham qo'shib beryapti. Nima uchun? Chunki o'tmay qolyapti ularning moli. Tushunyapsanmi? Amerika shunaqa. Zo'rdan zo'ri keladidagi, mana bu senga $100 deb o'tirgan narsa $25 tushib qoladi. Shuning uchun bu yerga kiyimni, kechakni bu yerga o'ylamaysan. Skinga qadar xohlagan narsani olib, xohlagan narsani kiya olasan bu yerga. Diskount bo'ladi.